Podcast ilm yo'lida bor davom, talabalarim tiloqcha bilim daraxtiga bog' Bu o'qishga kira olmaganman. Boshqa universitetlardan ham ko'p takliflar olganman. Bu yerda o'qib turib, 1 yildan keyin period olaman deganman. Kirganimdan keyin Grant olish yo'llarini o'rgatgan. kelajakda Tezroq uydan chiqib ketsam-da, men bunchalik deb o'ylamagandim. diplom o'tamikan, Nima desam bo'ladi? xususiy o'qish qanaqa bo'lar ekan? Assalomu alaykum, men Akram Ustonbek, Qo'qon universiteti Andijon filiali iqtisodiyot 24 guruh talabasiman. Assalomu alaykum, men Yusupova Moqchehra, Qo'qon universiteti Andijon filiali filologiya ingliz tili 1-kurs talabasiman. Qo'qon universiteti Andijon filialiga kirishim asosiy sababi davlat universitetiga kira olmaganman. Shunda 1 yilda yo'qotmaslik maqsadida Qo'qon universitetiga kirganman. Keyin bu yerda o'qib turib, 1 yildan keyin period olaman deganman. Universitetga kirganimdan keyin universitet shart-sharoitlari yoqqan. Qarasam, o'qish yaxshi, chet el universitetlariga o'xshaydi. Period qilish maqsadi menda yo'qolgan. Bu universitetni tanlaganimning asosiy sababi bu yerda bo'lgan sharoitlarni ko'rganman va o'qituvchilarini va shart-sharoitlarini juda ham maqtashgan. Oldin men bunchalik deb o'ylamagandim. Menga oldin ko'plab universitetlardan takliflar bo'ldi, lekin men Qo'qon universitetini tanladim. Chunki bu yerda 100% gacha grantlar ajratilgani haqida eshitib qoldim. Universitetimizga kirganimizdan keyin 1 oy o'tar o'tmas dekanimiz kirib bizga grant olish yo'llarini o'rgatgan. O'ylab qaraganman, bu grantni ola olamanmikan deb o'ylaganman. Keyin grantga hujjat topshirganman. Asosan bu grantlar ko'plab yutuqlarga erishgan va bilimli yoshlarga berilishini eshitdim. Hamma talabalar hujjatlarni olib kelgan, qarasam ularda hujjatlari shu ko'p bo'lib ketgan, kitob bo'lib ketgan. Lekin men hujjatlarim 25 ta 30 ta listdan iborat edi. Lekin menikilar universitetga kirganimizdan keyin QVZ, zakovat, baholarim eng baland ballar bo'lgan. Shuni o'ylaganman, bularkidan menga qolib ketsa-chi, hammasi tibbiyot ekan, iqtisoddan bitta men topshiryapman deb o'ylaganman. Keyin tavakkal qilib hujjatimni topshirganman. Oradan 1 oy o'tar o'tmas telefon qilgan. Telefon qilib shu grantga topshirganmidingiz dedi. Topshirganman deb. Yo'nalishim filologiya ingliz tili bo'lgani uchun bunda til sertifikati kerak edi. Men harakat qilib ingliz tilidan IELTS sertifikatini qo'lga kiritdim. 8 ballni oldim. Prorektorimiz xonasiga tushganimizda "Senmisan shu bola?" degan. "Ha, menman" deganman. "Seni hozir direktorimiz qabulga chaqiryapti" deb 17-18 ta talabani direktorimiz oldiga kirganmiz. Direktorimiz bilan suhbat bo'ldi va suhbatda menga 6 yillik 100% grant ajratildi. Qator o'tiribmiz hammaning ism familiyasini birin-ketin aytib ketyapti. Mana falonchi yo pistonchi deb aytyapti, grant oldi, shu deb grantlar e'lon qilyapti. Menga hali yetib kelgani yo'q. Keyin o'tiribman, men qachon olaman ekan, men ham oldimmikin, nimaga kirdimmikin deb rosa o'ylanganman. Keyin shuni menga to'g'ri kelgan. Akram Ustonbek degan, men de o'rnimdan turganman. O'rnimdan turganimda, "Sen yaxshi o'qiysanmi o'zi?" deb direktorimiz menga kulib qaragan. Keyin "Ha, yaxshi o'qiyman, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz" deganimda, "Sen hozir eng yuqori ball bilan universitetimizda grant olding" degan. Endi gapiryapti, men grant olamanmikin deb o'ylaganman-da o'zi. Olaman deb o'ylab kirib, yonimdagi hali Ahror aka, Go'zal opalar bor edi, ular 3-kurs, ularning ichida biz ola olamizmikin deb o'ylaganman. Ular hammasi tibbiyot edi. "Sizlar tabriklayman, shunaqa grant oldinglar. Universitetda oldi talabalar sizlar" deyapti. Tezroq uydan chiqib ketsam-da, uydagilarga telefon qilmoqchi bo'lganman. Chunki bu yerga kirganimda grant olishim kerak. Agar grant olmaganimda boshqa universitetga period qilib olishimga to'g'ri kelardi. Xususan 50% grant oldim deb tashqariga chiqib uydagilarga telefon qilganman, birinchi dadamga qilganman. Buni eshitgach, juda ham xursanddim va buni ota-onam bilan bo'lishdim va hamma xursand bo'ldi. Grant berilayotganda menga bir shart qo'yildi. O'quv yili davomida men hamma fandan yaxshi o'zlashtirib va baholarim tushib ketmasligi kerak edi. Direktorimiz grant olgan talabalarni ota-onasi bilan suhbatlashamiz dedi. Ayam bilan keldim universitetga. Tabriklayman opa, sizni farzandingiz universitetimizda 1-o'rinda turibdi. 1-o'rinda grant oldi dedi. O'ylayapman, bu yerda 7,5 mingta, 8 mingta talaba bor. Ularning ichida 1-o'rinda turibdi degan
ayamga aytgan gapidan men vashta ta'sirlanib ketganman. Senga ish bersam o'zingning yo'nalishingda ishlab ketasanmi degan. O'qib turib ishga kira olmayotganlar qancha deganman. Ishlayman o'zim yo'nalishimda deganman. Deganimda senga nima deysan 6 yillik grant beraman degan. Senga oyliging o'zini o'rnida beriladi. Hech qachon grant berdi deb ishlatmaymiz. Faqat yaxshi o'qib o'zingni yo'nalishingda zo'ri bo'lsang bo'l degan. Habobda hamma yo'l kelishib shu bilan 6 yillik grantni qo'lga kiritganman. Birinchi kursni tugatishimizga, imtihonlar tugashiga men o'zimizni universitetimizning moliya departamentiga amaliyot sifatida ishga qabul qilinganman. Qo'qon universiteti Andijon filiali o'qituvchilarimiz bizni shunaqa yaxshi ko'radi, o'zini farzandiga gapirgandek, o'zini farzandiga yo'nalishlar ko'rsatgandek ko'rsatishadi. Kelganimizda bizni hech kim tanimardi, biz ham ular tanimardik. Biz ham universitetga birinchi kirishimiz endi. Endi maktabni bitiriblar keldi. Bu yerda qana bo'ladi o'qish, qana sharoitlar bo'ladi biz bilmardik. Temiz, shuna dasturlari bo'ladi, kredit modul nima qilamiz ekan derdik. Ustozlarimiz bizga shunaqa mehr bilan tushuntirardi. Mana qilinglar, grant yutinglar, yaxshi o'qinglar. Ota-onalar sizlarga 18 million kontrakt sarflayapti, shuni oqlanglar deb bizga maslahatlar berardi. Grant tutishimizga asosiy sabab shu ustozlar deb bilaman. Chunki ustozlar bizni Qo'qon universiteti Andijon filiali o'qituvchilarimiz eng zo'r o'qituvchilar deb hisoblayman. Bilim darajasida ham, boshqa darajada ham bizga shunaqangi yo'llarni ko'rsatadi. Biz ularni shuncha yo'lidan ketib mana shu marhalaga erishdik. Shuning uchun biz Qo'qon universiteti Andijon filiali professor o'qituvchilariga o'z rahmatimni yetkazmoqchiman. Va mening bo'lajak 11-sinf bitiruvchilarga va yoshlarga maslahatim bu universitetga o'ylanmay topshirish va kirish kerak. Chunki bu yerda bilimli va o'z yanada intiluvchan yoshlarga juda ham imkoniyatlar ko'p. Men tengqur yoshlarga, bizdan bir yosh kichkina bitiruvchilarga nima maslahat bermoqchiman? Men ham sizlarga o'xshab bu universitetga diplom o'tamikan, nima bo'larkan, xususiy o'qish qanaqa bo'larkan deb o'ylanib kirganman. Hammani hayolida bor bu o'y, lekin bu o'yimiz xatoligini mana men isbotladim. Shuni ayta olamanki, bu yerga kirgandan keyin hech qachon afsuslanmaysiz. Hurmatli prezidentimiz bizga talabalarga ilm-fan yo'lida shuncha sharoitlarni yaratib beryapti. Qo'qon universiteti Andijon filiali talabalari o'zim nomimdan ham, bizni talabalarimiz nomidan ham gapiraman. Yurtiga, O'zbekiston Respublikasiga xizmat qiluvchi yetuk kadr bo'lishiga va'da beraman. Biz universitetimiz talabalari hammasi ilg'or, zo'r talabalar.